Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Sergeli yangi Darxonga kelganmiz. Mana shu ko'rib turgan domlarimizdan 3 xona zo'r planirovkadagi kvartiramizni birlamchi ipotekaga sotuvga chiqaryapmiz. Bu yerda birlamchi ipotekaga uy yo'q. Tugagan, lekin bizning kanalda bor do'stlar. Bitta pasport va boshlanish to'loviga 18%, ya'ni oylik to'lovi 6 million 300 ming, 6 million 400 ming so'mdan chiqadigan ipotekani sizlarga qilib beramiz bir kunda. Videomizga hozirdan bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Hozir uyimizga chiqib boraveramiz. Bilasizlar, endi qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Sergeli yangi Darxon 2 3-bekat metrosiga eng yaqin joy bo'ladi. Undan tashqari transport qatnovlari bor yo'q 2000 so'm, 3000 so'm mana shunaqa 3-bekat metrolarga, Abdusaxiy, Bekbaraka bozorlariga ham yaqin hudud hisoblanadi. Deyarli hamma ko'chib kirgan, deyarli emas, уже hamma ko'chib kirgan. Bu uylar topshirilgan, hammasi kadastrlari 100% mavjud. Yosh oilalar asosan bu yerda istiqomat qilishadi. Nimasi qulay tushgan bularga? Oylik to'lovlari arzon tushgan, tayyor patlushligi uchun juda ham hadovoy ketgan uylar sirasidan bo'ladi do'stlar. Videoga birinchi like bosib qo'yaverasizlar, yaxshilab o'tirib olasizlar. Hozir esa uyimizga chiqib boraveramiz. Do'stlar, 3 xonali kvartiramizni obzoriga kelganmiz. Именно bu lokatsiyada, bu planirovkadan, именно bu etajdan birlamchi ipotekaga uy yo'q do'stlar. Bir boshdan obzor, asosiy kirish eshigi, bu yoq tarafimizni bitta zal yoki spalniya qilib qo'yadigan xonamiz, uyimizning umumiy maydoni 79 metr kvadrat, bu yoq taraf bitta родительский yoki детский spalniya, tabiiylarga qarab qilib qo'yaverasizlar. Xo'p, bu xonamizning o'zini balkoni mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangi Darxon 1, biz esa Yangi Darxon 2 damiz. 3-bekat metrosiga 2 ostanovkada joylashgan. Transport qatnovlaridan umuman muammo yo'q. Xo'p, endi esa keyingi xonalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yoq tarafimiz yana bitta zal yoki spalniya qilinadigan xona. Domni oldida mashina qo'yish uchun parkovkalar, bolalar maydonchasi, magazinlar, maktab, bog'cha, hamma shart-sharoitlar mavjud. Yangi mahalla bilasizlar. Ko'pchilik bu yerdan uy olgan, ayniqsa yosh oilalar hozirgi paytda birlamchi ipotekaga kvartiralarni xarid qilib, mana bu yerda уже uylanib olishyapti, shu yerdan uy olib. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yamiz do'stlar. Uyimizni birlamchi ipotekaga bir kunda bitta pasportga boshlanish to'lovi bilan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bu uyimizning sanuzellari razdelniy, bu yoq tarafimiz umumiy yuvinish xonasi, bu yoq tarafimiz esa uyimizning hojatxonasi do'stlar. Oshxonasiga o'tamiz. Xo'p, gaz plita, vitishka, dukontrniy kotyollar, moykalar bonus sifatida beriladi. Hamma uylarda registrlar mavjud. Xo'p, uyimizning boshlanish to'lovi 51 ming dollar, oylik to'lovlari 6 million 300 ming so'mdan chiqadi. Ostatga 420 million so'm qoladi. 20-50 ipoteka qilib beramiz. Birlamchi 17-18%lardan. Pastda nomerlar bor. Qanaqa savolinglar bo'lsa, telefon qilinglar. Pastda izohlarda ham yozib qoldirsanglar, javob beramiz. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Eksklyuziv variantlar faqat bizda do'stlar. Rahmat hammaga.